1, 2, 3, 4, 5. Hop. Kechaga bitta tema qolib ketgan edi. U ham bo'lsa, ko'proq pul topish, rizq masalasidagi tema. Ya'ni, men nima demoqchiman? Полноценный agar agentstvada ishlamoqchi bo'ladigan bo'lsa, bitta narsaga tayyor turish kerak. Ertalabdan kechgacha o'zini ishlari bilan bo'ladi. Полный o'zini ishi bilan yuradi, o'zini ishi bilan mana qiladi. Shu agentство biznesiga shu kirib kelib, men bo'ldi shu 2-3 soat vaqtimni ajratib qo'ysam bo'ldi shu hamma proyektlarim joyida ketadi. Yo'q, bunaqa narsa ishlamaydi agentstvada. Birgacha ishlash kerak. Kecha misol uchun 3larda ketgan bo'lsam, 6da man to'kilib qoldim realni. 12da turganman, shunaqa qilib rejimim buzilyapti, ko'radiganni ko'ryapti. Shuning uchun men nima demoqchiman, agar agentstvo biznesida ishlamoqchi bo'ladigan bo'lsa, mana shunaqa plus minus tomonlarni bilib turish kerak. Endi keyingiga keladigan bo'lsak, bugun proyektlar bilan bitta-bitta savol javob chiqdim. Ya'ni kechagi garantiya bo'yicha proyektlarga qachon garantiya beriladi? O'zi nimaga garantiya berish kerak? Birinchi o'rinda garantiya men hech kimga bermayman. Kechirasizlar-yu, endi bu yog'iga umuman hech kimga bermayman. Chunki rizq masalasi bor. Kimgadir berilgan rizq, kimgadir berilmagan rizq. Kimgadir 5 ta beradi, kimgadir 10 ta beradi. Bir xilga so'raydi. Men mana shu 10 tani xohlayman, men mana shu 20 tani xohlayman. Lekin o'zini rizqida 5 ta yozilgan bo'ladi. Agar men kelib mana shu 5 ta rizqingni men 10 ta qilib beraman deb kelishib qo'yadigan bo'lsam, birinchidan men ham fail bo'laman, ikkinchidan u ham fail bo'ladi. Nimaga? Chunki berilayotgan garantiyani o'zi noto'g'ri narsa. Mana shu narsani bilib olish kerak. Shuning uchun bu umumiy marketing sferada ham kimdir agar garantiya so'raydigan bo'lsa, men всё, garantiya bermayman. Oldin ishlayotgan narsam mana shu garantiya edi. Lekin men ishlarimni mas'uliyatli qilib beraman. Production, video, tam mana marketing strategiyalar mana shunaqa yo'nalish bo'yicha ketiraman. Agar men bilan proyekt ko'proq ishlaydigan bo'lsa, men ularga bo'lmini ko'proq narsalar qilib beraman. Так что agentство biznesida bitta narsani bilib olish kerak. Bu ham bo'lsa to'g'ri delegatsiya qilish, to'g'ri komandani delegatsiya qiladigan bo'lsangiz, siz qanaqadir rezultatga chiqasiz. Bo'ldi shu. Mana shu narsalarni qiladigan bo'lsangiz, siz sekin-sekin komandada o'zingizni qanaqadir pozitsiyangiz bo'ladi, komandada bolalar ham to'g'ri ishlaydi, qolgan narsalar ham ketaveradi. Hozircha aytadigan gaplarim shu. Chao, kakao.